Mana shogird chiqaryapmiz. Mana tayyor bo'lib qoldi shogirdimiz. Mana ish jarayoni shogirdga. Nasib bo'lsa o'zi отдельный faoliyat. Mana bu yigit Qashqadaryodan, yosh yigit, 20 yoshli. Qarang, belida grijalari bor. O'zini nagurska. Hey, hop, baqirma, yura. Odamlar qo'rqitasan. Oyoqlari kalta, to'g'rilandi. Mana bu kalta edi. Nima ish bilan shug'ullangansan? Strikada. Joningni jabborga berib, hali 20, boya aytdim-ku, hali ko'p yashayman deysan. Hali 60 yillar yashasang, o'zingni ehtiyot qilib yurishing kerak bo'ladi. Qisqacha mana video qo'yilyapti, shogird ishlari.